Nega mijoz permanent qiladi? Birinchi fikr, o'zi uyda doimiy qoshlarni notekis chizishidan va bo'yashidan charchagan, hamda turmush o'rtog'i va atrofdagilarga chiroyli bo'lib ko'rinishni xohlaydi. Shu sababli permanent qiladi. Ikkinchi fikr, doimiy salonga chiqib bo'yashdan charchagan. Bu bo'yoq atigi bir necha kun yaxshi turadi. Keyin yana borib, yana mablag' sarf qilib, yana qosh ustalarini qidirishni boshlaydi. Oxiri charchab, shu tashvishlardan qutulish uchun permanent qiladi. Permanent master fikri. Birinchi fikr, tez va doimiy daromad. Mijozga bittada natija beraman va shu zahoti pulni olaman. Ikkinchi fikr, permanent qilaman va boshqalar qilgan ishni ham o'chirib daromad olaman. Bu esa ikki hissa ko'proq va tez daromad degani. Oqibatlar. Avvalambor permanent vaqt o'tishi bilan rangi o'zgaradi va uni o'chirtirish kerak bo'ladi. Har bir o'chirish bu katta pul va u bittada o'chmaydi, yillar ketadi. Undan keyin asoratlari esa ayanchli. Men o'z amaliyotimda shunday ayollarni ko'rdimki, uning oqibatida juda ko'p qalbni qiynaydigan muammolarni qilishgan. Ayol ruhiyati juda nozik, pigment ketmagandan keyin ayollar persadkaga o'tishadi. Hattoki o'sha pigment ketmagan joyni plastik jarrohlik yordamida kesib tashlashga ham tayyor bo'lishadi. Muammo nimada? Bu yerda mijoz fikri va xohishi permanent masterlar taklif qilayotgan xizmat bilan teng emas. Nega bunday nomutanosiblik bor? Chunki mijoz aslida chiroyli, tabiiy qosh xohlaydi, doimiy tashvishlardan qutulishni. Master esa mas'uliyatni xohlamaydi, doimiy mijoz oqimi va tez pulni xohlaydi. Natija bilan kamdan-kam qiziqadi. Mening xulosam, aslida gap mijoz yoki master xohishida emas, asosiy sabab qoshlar nima xohlaydi va ularga qanday parvarish kerak. Men mutaxassis sifatida shuni ayta olaman: qoshlar o'sishni, to'g'ri parvarishni va itoatkor bo'lishni qabul qiladi. Qolgan protseduralar bu asoslanmagan va kuzatilmagan fikrlar. Ya'ni asoslanmagan protseduralar haqida keyingi videoda tanishasiz. Men buni 6 yildan beri to'g'rilab kelayotganim uchun asosli gapiraman. Muhim fikr, biror bir protsedura tanlayotganingizda o'ylang. Uning qarama-qarshi taklifi bormi? Ya'ni antonimi bormi? Masalan, permanent, o'chirish va tiklash, ektirish, uni to'g'irlash, laminatsiya, o'stirish, to'kilgan, o'stirish, terilgan, o'stirish. Qoshlar o'stirish va formani to'g'ri qilishga qaratilgan bo'lsa, demak bunday muolajalarni qilishga hojat yo'q. Qoshlarni o'stirish va itoatli qilish bu mening ish uslubimga kiradi. Mening ish uslubimni to'g'ri parvarishli qoshni to'g'irlaydigan protsedura yo'q, faqat uni buzish mumkin. Har kim qosh deganda o'z tasavvuriga ega. Kimdir har xil formani taklif qiladi va shu bilan mijozga ta'sir qilishga urinadi. Ma'lum vaqt o'tadi va mijoz tushunib yetadiki, bu ular xohlagan shakl emas. Aslida-chi, har kimning o'z arxitekturasi, o'z qosh shakli bor. Men o'z kurslarimda nimani o'rgataman? Qoshlarni tabiiy va sinalgan mahsulot bilan o'stirish, tartiblashni, itoatkor qilishni, hech qanday bo'yoq yoki sostavlarga muhtoj bo'lmaslikni va to'g'ri bo'yashni hamda doimiy tabiiy go'zallikni. Hozir menda 2ta kurs ochiq. Birinchisi o'ziga qosh ustasi, o'z qoshlaringizni mening uslubimda o'stirish, itoatli va tartibli qilish. Ikkinchisi kasb sifatida daromad qilish, atrofdagilarga foyda keltirish. Eng muhimi, hech qanday qimmat va ko'p mahsulotlarsiz siz o'z qoshlaringizni tartiblaysiz va o'z kasbingizga ega bo'lasiz.